Dumalab qolasan. Va haqiqatan dumalab qo'ygan yigitlar zo'r olib ketdi uni mashinaga bosib. Yulduzxon, mana shu qizchani olib kiring-da. 2 kundan beri nimadir izlayapti. Xo'p. Nimani izlayapsiz, qizim? Dadam bergan pulni qotib qo'ydim. Nechi pulda puling qizim? 300 ming 300 ming. Nima qilmoqchi edingiz 300 mingni? ehson qilmoqchi edim. Qizim, sen bunaqa narsalarni qayerdan bilasan? Dadam har oy olganlarida ehson qutisiga pul tashlaydilar. Men ham dadamda ehson qilmoqchi edim. Siqilma qizim, pulingni topib beramiz. Nima keladi? Yulduzxon, qizingizni kuzatib qo'ying. Rahmat. Buncha shirin qizcha ekan. Ey bolalar, qornim och qolib ketdi. Ketdik tushlikka. Xo'p, yaxshi. Bizga ovqatlanamizmi? Yo'q, to'xta. Ikkalangni farzandlaringni olib chiq. Bugun birga tushlik qilamiz. Xo'p. Nima qildi bobur? Bolalar och qoldi. Tushlikka qora qo'chqormi deyman bugun. Ahmad aka. Bismillah. Kutib qo'ymadimmi? Qarang aka, 3 ta qo'chqorni ham aka 2 kilo qilib bo'lib berasiz, xo'p? Tugatib oldik-a? O'zi tushlik qilmoqchi edik. Nima sababdan ehson qildik? Esingdami, do'stim? Dada, tuzalib ketaman. Ha, qizim, tuzalib ketasan. Agar farzandim yaxshi ketsa, qurbonlik qilib yetim yesirlar tarqataman. Degandek. Sanchi Farruh? Siqilma. Joni omon qolganiga shukr qilsang-chi. Xudo xohlasa, mana shu musibatlar o'tib ketsin. Bitta qo'chqor so'yib, yetim yesarlarga ehson qilaveraman. Shunaqa degandek. Manchiman. Qurbonlik qilaman deb o'zimga o'zim so'z bergandim. Biz unutib qo'ydik bolalar. Bolajonlarga keladigan bo'lsak, boyagi qizcha otasi hammamizga sabab bo'lsin. Bolajonlarimizdan faqat bizlarni gapiradigan gaplarimizdan, qiladigan yaxshi ishlarimizdan tarbiya oladi. Ketdik-a tushlikka endi. Ketdik.